Assalomu alaykum kanalımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi roligimizda Urganchda Ray Center Parkning yanında 2 qavatli 10 metrdan ziyodroq tushgan 200 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. Tayyor, podkuch holatda. Hadlarda ham mashinkadan mesalar ham bor, zilonli zonasini ham ega, krugovoy steshgan bo'lgan, fasadlari travitsin ham qilingan, tarifallar ham qilingan, katta balkondan ham ega. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. So'qillari kafelam qilingan ekan. Ajoyib xonadon 10 metrdan ziyod, 10,5 metr bor. Vodoprovod chiqqan ko'chaga. Mestasi zo'r, tixi zo'r mestada Ray Center Parkning yanında ekan. Bizda girish eshiklari ham yana damir eshikladan, bu yerda bog'cha, maktab, hech nimadan muammosi yo'q. Bismillah deb kiramiz. Girgandan dalon qismida dalonimiz bizda yeni 3,5 uzinasi 10 metr şu tez durgan yere chaqar yana bilan 13 metrlab bor. Общий 200 kvadrat metr. Elde 10 metrdan ziyod enine joyini. O'ng tarafimizda bu yerda rakovinalar qo'yilgan, kafellar qilingan, suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Eshiklar hammasi MDF eshiklar. Devorlar noto'g'ri fon, охранный sistema bor, охрана topshirilgan, bir yerga yetganda ilib orqaga ketaverasizlar. Bu yerda elektrik avtomatlar ham bor. Chap tarafimizda lestninsamiz, yog'och lestnitsalardan. Xom pishgan karushdan solingan aralash. Sizlar ugullab pishgan, qona yeri xom. Birinchi tosh plita bilan, ikkinchi tosh esa og'och bilan bosilgan. Общий 2 dalon 4 xonasi bor. Hurmatli oshaki, oshxonasi bu yoqda sanuzi, bog' ham katta tushgan ekan. Xohlasangiz bog'dan ham qurilish qilsangizlar ham bo'ladi. Oyoq tiylari pol bo'lgan birinchi etajlar. O'ng tarafda birinchi zal joyimiz, shundan boshlaymiz. Bu yerda zamonaviy registrlari bor. Zalimiz 4'e 6 razmerde tushgan. Xatarimiz hammasi 6 metr ekan. Enini devorlar noto'g'ri fonda registrlar ham yurib turgansin. O'rg'alarini ko'paytirib qo'yganlar xonamizni yaxshi qizish uchun. Aynalar 100% ak faramlarından. Podogolniklari bor. Ajoyib akkuratli xonadon ekan. Kimlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Murjiyasini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib olishingiz mumkin. Bu yerda mening radiatorlar bor, zamonaviy bu yerda lestnitsam stenda meda juda qo'yish uchun mesalar ham bor. O'ng tarafimizda bu yerda ikkinchi xonasi, ya'ni spalnisi. Yeni razmeri, hurmatli obunachilar. Yeni bir 370 lar bor, uzinasi 6 metr razmerda. Devorlar noto'g'ri fonda. Galagen qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, oyoq tiylari pol. Bu tarafimiz oshxona qismi bo'ladi. Bu yerda televizor mesalar ham bor. Televizorni chiroyli qilib osib qo'ytirasizlar. Eshiklar MDF eshik. Oshxonamiz yeni. Hurmatli obunachilar, 4 dan ziyodroq tushgan. Uzinasi 6 metr razmerda kuxniy mebeli bor ekan, gaz plitalari bor, devorlar noto'g'ri fon, jaluzlar asalgan. Kotyoli zamonaviy duxontin настенне отопление qo'yilgan. Stabilizatorlar ham bor. Filtr ham qo'yilgan. Gaz gap turtazlar. Muammosiz gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Aynalarning ak faramlaridan bu yerda radiatorlari bor, hurmatli obunachilar. Bu yerda o'rnatilgan охранный sistemasi bir yerga yetgan taqdirimizda bir harakat bo'lsa sezadi. Orqaga ketaverasizlar. Охрана topshirib. Birimiz sanuziy qismi eshiklarining korishniy alyumin ramlarından, ayak tiylari kafel, devorlarında patolog kafel, patologlar plastik, aristonlu baynak, unitaz, vanna, rakovinalar qo'yilgan. Ajoyib xonadon ekan, akkuratli, fayzlar chiroyli joylangan. Yan taraf bog' qismi bo'ladi. Bog' ham katta tushgan, krugovoy steshka bo'lgan. Bu yoqda yozgi hojatxonasi ham ega. Xohlasangiz bu yoqdan qurilish qilsangizlar ham bo'ladi. Xohlasangiz naves etib, bu yoqda tapchan qo'yib, bemalol mesa qilib qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Eğer 10 metrdan ziyod tushgan joy enini. Bundan ziyodroq. Endi ikkinchi qavati bilan tanishib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Lestninsamiz, yog'och lestnitsalar bor, qo'llar chiroyli qilib. Ikkinchidan chiqqandan holimiz bor. Shuni katta, yeni 3,5 metri, uzinasi 6,5 razmerda tushgan. Devorlar noto'g'ri fon. Radiatorlari bor, zamonaviy aynalar ak faramlaridan jaluzlar ham osilgan. Bu yerda 2 xonasi bor, bir hol, 2 xona. Bir zal, bu tarafda bir spalni. Eshiklar MDF eshik, eshiklar ham o'rnatilgan. Zalimiz katta zal joy ekan.
6'ga 8 razmiyada ishgan. Ham katta balkonga ega. Bir de chiroyli qilib tezorlarni asib qo'ydilar. Bir de konditsionerlar ham bor. Lyustralar asilgan, katta ekan. Zol qismi. Balkon ham bor. Balkon ham katta. Orqaga o'star qo'yib, sachus qo'yib chiqib yozda dam olib choy ichib o'tirmoqqa ajoyib место. Hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Olacağımızın lokasyasını eslatib o'tsak, Urganchda Raycenter Parkning yanında 2 qavatli 200 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz. Bu oxirgi xonasi, ya'ni spalnisi, yana bir 3,5 metr bor, zinasi 6 metr razmiyada. Divorlardan turli fon, aynalar ark faramlardan jaluzlar asilgan, podokонниklari bor, radiatorlar o'rnatilgan. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Transportdan ham muammo yo'q. 19 marshrutda o'tib turibdi. Ozgina bir yurib chiqsangiz, ham meni o'ng'ayli ajoyib место, texnik zo'r место ekan. Ham xonalar ham keng tushgan. Joy enini 10 metrdan ziyod, 200 kvadrat metr, bog' ham katta, zelyonniy zonasi ham ega. Fasadlar ham travertin qilingan. Narx ham zo'r narxda, hurmatli obunachilar. 750 milyon so'm aytilib turibdi narxi. Üstünde gelişlerden yeri bor. Mülkiyetini o'zlari bilan kelishaverasizlar, kelib pryamoy mülkiyetini yanına olib kelamiz. O'zlari bilan savdolashib olaverasizlar. Lokatsiyasini yana bir eslatib o'tsak, Urganchda Raycenter Parkning yanında 2 qavatli 200 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bilan tanishib o'tdik. Eğer kanalımızda yangilar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, videomuz kengayib tarqalishi uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.